Atrofda hech kim yo'qmi? Zitel kelibdi. Voy, nima qilyapsan? Kravat sotib olgandim. Yaxshi bilmay qoldi. Yaxshi, buni ham olib chiqdim. Yana bilikda uylar qoldi, sizlardan ham olib chiqsam zo'r bo'ladi. Davay ketdim. Voy, nihoyat bo'ldi. Hamma uylarni tunab chiqdim. Endi bularni olib borib o'sha joyga joylashtiraman. Ketdim. Jo'xa aka turing. Hoy Jo'xa aka turing deyapman sizga. Nima bo'ldi? Nima baqir-chaqir qilasan? Bu yoqqa yuring, oshxonadagi narsalar yo'q qolibdi. Nima narsa yo'q qolibdi? Qayerga yo'q qolibdi? To'xtab turchi. Qani, nima bu? Yo'q, bu narsalar qayoqqa ketdi? Qayoqqa yo'qotding bu narsalarni? Men yo'qotmadim, hammani narsasi yo'qolgan, jetellarning ham. Tushunarli. Unda hozir men ko'chaga chiqib hammasiga aniqlik kiritib kelaman. Sen indamay uyda o'tirib tur, xo'pmi? Xo'p bo'ladi Jo'xa aka. Bo'pti. Nima bo'ldiki, hamma qishloqlar narsasi yo'qolgan deydi xotin. Nima narsasi yo'qoladi? Hammani mebellari yo'qol. To'xtaylar-da. Aytgancha, mana bu eshik qani? Eshik ham yo'q. Cho'ta eshikni ham o'g'irlab ketgan shekilli. Kim o'g'irlab ketdi-ekan buncha narsani? Mayli, hozir aniqlashtiramiz. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa, tinchmisan? Bo'ladi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Meni sichqonchamni ko'rmadingmi? Qanaqa sichqoncha? Notebookimni sichqonchasi yo'qoldi. Yo'q, ko'rganim yo'q. O'zimda ham narsalarim yo'qolgan. Tushunarli. Bo'pti, ko'rsang aytib bor. Mayli, aytaman. Bo'pti. Tushunmadim. Sichqoncha ham yo'qoladimi? Jitellar qani? Jitellardan so'rayman. Bu yerdagi jitellar ham yo'qolganmi deyman. Yo'q, birorta ham jitel bu yerlarda. Bu yerda ham hech kim yo'q. Bu yerda-chi? Bu yerda ham hech kim yo'q. Nahotki jitellar qayoqqa ketdi? Mana hamma jitel bu yerda ekan. Voy, jitel nima bo'lyapti? Qishloqda hamma narsa yo'qolyapti. O'shanga jetellar bilan muzokara uyushtiryapmiz. Qanaqa muzokara? Shunday oddiy, kimnidir stoli, kimnidir hojatxonasigacha yo'qolyapti. Kimdan shubhalanyapsizlar? Hozircha shubhamiz yo'q. Ba'zilar qishloqda arvoh paydo bo'lgan deyapti. Arvohmi? Arvohga nima kerak ekan bu narsalar? Bilmadim, shunaqa deyishyapti-da. Agar sen ko'rgan bo'lsang aytib bor. Meni ham mebellarim yo'qolibdi-da. Kravating joyidami? Joyida nima edi? Yangilik bo'lib qolar deyman-da. Shu sanlab bo'ldinglar, yangilik bo'ldi. Urray desam, mana yerda galim turibdi edi. Galim qani? Mana yerda turibdi. Jitel, sen ko'rmadingmi kim o'g'irlaganini? Arvoh o'g'irlagan. Men arvoh ko'rdim kecha tunda. Aniqmi? Oq kiyimli edi, qora shimli. U oq kiyimli, qora shimli men edim, ko'chaga chiqqandim. Senmiding? Men. Sen arvohlik qilyapsanmi kechasi? Jinnimisan, arvohlik qilayotganim yo'q, ko'chaga chiqqandim prostaga aylanishga. Tushunarli. Bo'pti, qarochi topsanglar menga ham aytib borlaring, mening ham narsalarim bor edi-da. Bo'pti, janob mer bilan maslahatlashish kerak yoki politsiyachiga aytish kerak. Bo'pti. Ularni ikkalasi ham lekin hech narsani hal qila olmaydi. Janob merga aytib ko'rayinchi. Janob mer meni o'ylashim bo'yicha hal qila olmasa kerak. Agar hal qila olsa, borib politsiyachiga aytaman yoki xullas bittasi hal qiladi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, tinchmisan? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Yaxshi emas. Nimaga yaxshi emas? O'tgan marta kiyimladigan stolimni olib ketgandim-ku, stolimni, ya'ni Tursunxon. O'sha olib kelib bermagandi yaramas. Bugun yana bir narsam yo'qolibdi. Qanaqa narsangiz? Oyoq kiyim qo'yadigan stolim yo'qolibdi. Demak, Tursunxon olganda uni ham. Bilmayman kim olgan. Qishloqlar qanaqadir arvoh haqida gapiryapti. Janob mer, u arvoh men edim. Sen eding? Kecha tunda tashqariga chiqqandim aylangani. O'shanga ular meni ko'rib arvoh deb o'ylagan. Yuziga boq edi dedi-ku. Yuzimga xotinim maska qo'yib qo'ygandi. Tushunarli. Davay, unda senga nima edi, buyruq bu. Borasan, topasan jinoyatchini. Bo'pti, unda janob mer, men ketdim. Bo'pti, tezlash. Mayli, lekin 1-2 so'm pul bersangiz yaxshi bo'lardi. Nima uchun pul berishim kerak? Endi jinoyatchini topganim uchun. Jinoyatchini topish senga bu oylikli ish emas. Bu senga buyruq, tushunyapsanmi? Tez top. Bo'pti, mayli, hozir topaman. Qayerdan topaman? Qanaqa o'g'ri ekani bilmadim. Xullas, hozir topishga harakat qilib ko'raman. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda mebellar joyida turibdimi-kan yoki bu yerdagi mebellar derazaga qo'yiladigan mebelmi? Buni mebel emas, bu qanaqadir rishotka, bu derazaga qo'yadigan rishotka. Bu yerda esa hatta nima qilib tashagan bu yo'qni, kimning uyi bu? Rasvosini chiqaziyorgan-ku. Mayli, hozir obunachilar, xullas hozir o'sha o'g'rimi kim bo'lsa ham topishimiz kerak o'shani. Kim qildi ekan bu narsalarni? Balki do'konchi bilar, do'konchi ham ko'chada-ku doim. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa, nima gap? Xullas, qarochi hammani narsasi yo'qolgan janob. Bilaman, meni ham paypog'im yo'qoldi.
Paypog'ingiz yo'qoldi? Ha, yo'qoldi. Sizni paypog'ingiz qayerdaligini bilaman. Qayerda? Xullas, janob merda paypoq qo'yadigan stul yo'qolgan. Uni Tursunxon o'g'irlagan. Mening nazarimda Tursunxon o'sha paypoqni ham o'g'irlagan sizni paypog'ingizda. Qayerdan bilding? Endi paypoq qo'yadigan stuli bo'lgandan keyin paypog'i ham bo'lmasa bo'lmaydi-da. Ha, to'g'ri. Unda o'shani menga topib bersang, men senga pul berardim. Qancha pul berasiz? $1. Kerak emas $1. $1 uchun topmayman. Bo'pti, unda birorta ichimlik olib ichgin, salqinlanasan issiq kunda. Bo'pti, unda avval topayin. Mayli, omad. Aha, mayli. Qayerdan topaman endi? Mana brat bilishi uchun zakaz olib kelib beradigan bratan. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom, tinchmisan, Jo'xa? Ha, tinch. Nima hamma tinchmisan deyaveradi. Endi yangilik bormi deganimda, bu tinchmisan degani. Ha, yo'q, yangilik. Sizni oldingizga bekor kiribman, bor. Asabni buzdingiz kirgandan. Ha, Jo'xa. Yangilik bormi? Asabimga tegma. Hozir galimingga ham qarab o'tirmay uraman, xo'pmi? Qayerga ketdikina? Tursunxonni izlash kerak menimcha. Aytgancha xotin nomeri bor, o'tgan marta gaplashgandim. Telefon qilaychi. Alo, eshitaman. Yaxshimisiz, yanga? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Eringiz qayerdaligini bilmaysizmi? Bilmayman, gumdon bo'lgan, uyga kelmayapti 1-2 kundan beri. Tushunarli, lekin qishloqdagi hamma narsani o'g'irlagan deyishyapti, lekin umuman topib bo'lmayapti rostdan ham. O'g'ri bo'lib ketgani yaramas. Qishloqilarni mebelni olib turib, yo'q qilaman deb yurgandi. Qanaqa yo'q qiladi? Bilmayman, xullas o'shani aniqlash kerak, siz aniqlaysiz, siz bilasiz-ku. Bo'pti, mayli, ma'lumot uchun rahmat. Qanday ma'lumot? Yo'q qiladi dedingiz-ku. Mayli, bo'pti. Aha, mayli. Qayoqqa yo'q qilarkan? To'xtanglar, men qurolimda olayyin-da. Endi xavfli jinoyatchi emas, u tentak jinoyatchi-da Tursunxon. Nimaga bunaqa qilmoqchi bo'lyapti? Hayronman. Qishloqlardan o'ch olaman deb yuribman. Nima uchun o'ch oladi? Unisiga ham hayronman. Hayron qilib ketyapman hamma narsaga. Hozir politsiyachidan so'rab ko'rayim. Politsiyachi bilsa kerak, balki. Assalomu alaykum, janob politsiyachi. Va alaykum assalom, Jo'xa, qalaysan, tinchmisan? Tinchman. Hamma tinchmisan deb so'rayveradi. Endi yangilik bormi demoqchiman-da. Yangilik bor. Yangilik iti qishloqda hamma narsa yo'qolyapti. Yangilikni bilaman, senda yangilik yo'qmi deyapman. Menda yangilik borda, meni ham narsalarim yo'qolyapti. Unaqa yangilik aytmayapman, xotiningdan yangilik deyapman. Xotinimda ham stul yo'qolib qolgan. Jinnimisan? Bola deyapman. Bola bormi, bola? Bola yo'q, bola sizda bor. Hozir urayoraman. Asabimni buzmang lekin. Mebellar yo'qolganini bilasizmi shuni o'zi? Bilaman, aytayman-ku, mebel yo'qolganini. O'shani Tursunxon o'g'irlagan ekan. Tursunxon o'g'irlagan? Tursunxon qayerda ekan? O'shani siz topishingiz kerak. Politsiyachi sizmi, menmi? Unda sen topa qol, senga politsiyachiligimni beraman. Yo'q, kerak emas menga ortiqcha bosh og'riq. Bo'pti, hozir izlab ko'raman. Agar topsam lekin qarang, 1 oylik oyligingizni berasiz. Nima deganing bu? Bitta jinoyat uchun 1 oylik oylikni bera olmayman. Men 1 oyda 3-4 ta jinoyatni fosh qiladi, boshqalar qarab turaman. Shu uchun ham aytayapman-da. Bo'pti, xullas, sizga aytdim nima, devorga aytdim nima. Voy, devor, mebellar yo'qolibdi. Gapirmaysan, sen tiling yo'q. U odamning kallasi yo'q. Bo'pti, hozir qayerdandir izlab topishga harakat qilaman lekin. Meni o'ylashimcha Tursunxon o'tgan safargi joyiga bo'lsa kerak. Mana kofeni oldida bitta uy bor, o'sha uyda oldidagi nimani buzib o'tirgandi, qarochi, polizni buzib o'tirgandi-yu. Menimcha o'sha yoqda bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Qayerga ketgan tushunmadim. Voy Tursunxon, to'xta. To'g'ri, tegma, iltimos, menga tegma. Nima qilmoqchisan, yaramas. Qayerga olib ketyapsan mebellarni? To'xta deyapman men senga. To'g'ri, tegma deyapman, iltimos, menga tegma. Nima qilmoqchisan? Ayt menga deyapman. Yo'q, narsa qilmoqchiman. Qanisan? Yaramas, to'xta deyapman men senga. To'xta. Voy, axir qayerga olib boryapsan mebellarni? Men bu mebellarni yo'q qilmoqchiman. Zetel asabimga tekkan uchun. Zetel asabingga tekkan bo'lsa, meni mebelimni qayerga olib boryapsan? Sen ham meni asabimga tekding. Qanday asabingga tegaman? To'xta deb ushlab olsam bormi, lekin sog'-omon qo'ymayman. Uslab olmaysan meni. Uslab olganga uslab olsan. G'izi-bizi qilma, menga asabimga tegma. To'xta deb ushlab olsam, lekin yaxshilik kutma mendan. Uslab olmaysan, gal. Ushlayman hozir, men yaqin qolib, bu yo'ldan yugurib borsam, undan ko'ra tezroq yugurib boraman. Voy, yomon tez ketar ekan bu, yaramas. Men yag'dim mebelni qaranglar. Shuncha mebellar. Voy, nima qilmoqchisan? To'xta. Yaqinlashma, men yo'q qo'yaraman bu yoqni. Voy, jinnimisan? Nimaga yo'q qo'yarasan? Men yo'q qo'yaraman dedim, yo'q qo'yaraman.
Agar yoqib yuborsang boru, menda qurol bor. Sog'-omon qo'ymayman. Man tog'amon qo'ymasang qo'yma. Zetella meni asabimga tekkan. Voy jinnimisan? Qanday yoqib yuborasiz? Tupoy bo'lib qo'yganmisan sen? Asabni buzyapsan. Dabba nima yoqib yuboryapsan? Bu jitellarning narsasi sening narsang emas-ku. Tentak Surviyadan qishloqdan. Bo'lmasa o'ldirib tashlayman. Mayli bu qishloqdan ketaman men ketdim Coyote. Ketsang, buni tiliga o'tib qolyapman mana. Suvga kalla tashadimi? Bo'pti, menimcha cho'milgisi kelgandir. Lega qaytib ko'rmay qishloqda meni ko'rasan keyin otib tashlayman. Yaramas shuncha narsani olib kelib tashlagan. Mana bizning mebellarmi? Ha, bitta, ikkita. Bittasi yonib ketibdi. Obbo, mana yerga turganda adashmasam yo'qib yuboribdi. Keyin bu yerda 3 ta bunaqa stollar. Endi uydan borib kirka-perkalarni olib kelib turib, bu narsalarni egalariga tarqatish kerak. Chunki u yaramas yo'qib yubormoqchi bo'lganini topdim. Endi tarqatib chiqsam, politsiyachini 1 oylik oyligini olaman. Janob merga aytaman. Berasizmi yo'qmi? Bo'lmasa, qarochi, aytganingizni qilmayman deyman. Ishlar qilmayman deyman, qarochi deyman, janob mer deyman. Mayli jo'xa deydi. Bo'pti deydi. Yaxshi deb bo'lar ekan. Pulim ko'p edi akalar. Pul bo'lgani yaxshi-da, pul bo'lmagandan ko'ra. Tak. Hozir tez borayin o'sha narsalarni olaman deb tarqatib boraman egasiga. O'zimning narsalarimdan bittasi yo'q o'sha. 3 ta stol bor edi bu yerda adashmasam. Bittasi yo'q. Uyda bittada chunki jami 4 ta stolim bor edi. Bu bittasi kamayib qolgandan keyin 3 ta qoladi. Qolgan mebellar mendan emas, atak egalariga aytaman, kelib olib ketadi yoki olib borib tarqatadi. Ekan qolganlarniki ham. Aytgancha bitta eshigim bor mana bu yerda. Eshigimni ham olib tashlagan yaramas. Eshikni olib ketaman, keyin stulchkam bor edimikan yo stulchigimizni o'tgan marta olib ketgandi. Uni kerak yo'q. Xullas bu xat kimniki ekan, bizniki emas. Bizning narsalarimiz shular. Hozir JTlarga aytaman, hammang borib o'zingizning narsalaringni ol deyman. To'xtanglar-da, janob merdan kiyim qo'yadigan stul qaysi edi? O'shani olib borib berayin-da. Kiyim qo'yadigan stul, ha mana bu bo'lsa kerak. Mana paypoq qo'yadigan stul. Stul bu o'tiradigan stul bo'lsa, lekin ular shunaqa narsa qo'yar ekan. Kravat egasi olib ketadi. Demak bu er-xotin yashaydigan kravat ekan, ya'ni er-xotin yashaydigan uy kravati. Juda ham yaxshi qishlog'imizda o'sha oilalar ko'payib ketyapti, lekin borib ana kofechi brat yaqinda uylanaman degandi. Uylanishdan darak ham yo'q, menimcha yaqin orada uylanmaydi. 2-3 yil kutish kerak, bilmayman. Mayli uylanib qolar qachonlardir. Men bo'lsa hozir mana bu yerga buni qo'yaman, eshik tayyor. Xotin qayerda ekan? Xotin nima qilib o'tiribsan? Hozir men hamma narsani olib keldim. Qarochi narsalar o'rnatib beraman. Mazza qilib, qarochi o'tirasanmi, nima qilsang qilasan, xo'pmi? Tushunyapsanmi axir? Mana va sen qanday ustiga chiqding? To'sh bu yoqqa o't, endi qisilib qolasan. O't bu yoqqa o't debman. Nima qilyapsan? Qisilib qolasan debman men senga. O't mana bu yoqqa chiq. Hozir kelaman qarochda. Mana bu narsalarni tarqatib kelay egalariga, keyin zo'r bo'ladi qarochi. Nima bo'lsa bo'ladi. Aytaman keyin kelgandan keyin nima bo'lishini. Stullarni egasiga tarqataman, bittasini do'konchi bratga beraman, bittasini janob merga beraman. Shunda ish tugadi. Brat, stulingizni olib keldim. Rahmat jo'xa, boringga shukr jigar. Mayli arzimaydi. Endi janob mernikini olib borib beraman.